Assalomu alaykum. Muhaciret qarindoshlar, aziz vatandoshlar, aziz Uyg'urim, yaxshimisizlar? Hammanglarning mushu vaqtda xayrli bo'lsin. To'xtab turinglar. Boyatdan azroq ish bilan chiqib ketganman. Bir 3 kunni tanishishni unutib qolib ekanman. Chun qaytadan kirdim, qarindoshlar, xapamanglar. Ovozim yaxshi chiqyapti, qarindoshlar, chiqyotgan bo'lsa, chiqyapti deyotinglar, men naq maydorimni boshlab ketay. Boyatdan uzilib ketib qoldi. Ovoz bormi, ovoz? Ovoz chiqyapti, qarindoshlar. Ikki qarindoshimiz kiribdi. Assalomu alaykum qarindoshlarimiz, men boshladim. Bayatı uzilib ketib qoldi, xapamanglar, sorry. Bugun meni naq maydon qilishimga sabab, men bundan 11-oyning 5-ida men bir naq maydon ishlagan. Mushu Sharq Turkiston surgunda hukumat tashqi ishlar ministri Solih Xudoyor bilan Jurat Obol o'tirsidagi bir naq maydon suhbat programmasida 1,5 soat chiqdi o naq maydon suhbat programmasi. Solih Xudoyorning qazzobchiligi deb bir naq maydon ishlagandim. O naq maydonni men bugun nim bo'ldi, uqmayman, telefonim qarsam juylik ketib qopti qarindoshlar. Izlab topolmadim men uni, topolmadim. Shuning bilan qaytadan bir ishlay deb, shu ishlashga majbur bo'lib qoldim. O'zimning ishligim batdi, ammo turmushning ishlari bilan, uyning ishlari bilan men burunqidek unda ko'p chiqolmayman hozir naq maydonga. O naq maydorimning ko'rilish qitim sonimi 60 mingda ishibdi ekan. 60 mingda ishib qolibdi ekan. Bugun qarsam yo'q turdi. Amal yo'q, yana qayta ishlaydigan bo'lib qoldim. Hamda amanglar hozir anglaganda qarindoshlar. Amerikadagi ahvollarni, Amerikadagi ishlarni, Amerikada yashab baqqan Amerika Uyg'ur jamoati obdan biladi. Buni Turkiyadagi, ya Avstraliyadagi va yoki bu Kanada, Yevropalar qarindoshlar pek bilib ketmaydi, ammo Amerikaning ichida yashayotgan qarindoshlar obdan biladi. Xo'sh. Oldi bilan sizlarga bir eslatib o'tay qarindoshlar. Mushu Solih Xudoyorninki Jurat Obol bilan ishlagan naq maydon suhbat munozirasida 1,5 soatlik Solih nima uchun Sharq Turkiston surgunda hukumat bilan yoshlar qurultiyi o'tirsidagi bu munosabatning uzilganligi to'g'risida, bu hamkorlik munbarining buzilganligi to'g'risida qisqacha bir tushuntirish bergan. Buni men bir qancha nuqtalar yig'inchoqlagan. Shu vaqtdagi naq maydon programmamni anglagan qarindoshlar biladi. Birinchisi, bular bizdan mashhurlik talashdi. Ikkinchisi, bular amaliy ish qilmaydi. Uchinchisi, bularning keynida Xitoy va qisqartib aytsak, bular ishonchli emas. To'rtinchisi, Jurat Obolga isildi. Ya'ni Tomars Almas xonimni Jurat Obolga isildi. Aqsaroyning oldida so'qishdi. Maqsadga jidal chiqadi. Beshinchisi, bular nomsiz yolg'on qora kontlar bilan boshqalarni tillab o'ynaydi. Biz azaldan nomsiz qora kontlar bilan boshqalarni tillamaymiz. Ular bizga vakillik qilmaydi. Ya'ni bir nuqtasi bor edi. Solihninki. Men ayni vaqtda mushu yoshlar qurultiyi va yoki hamkorlik munbaridagi boshqa tashkilotlar bo'lsin, hammasiga mening yinimga kelinglar. Men sizlarga nima amal desanglar shuni beraman. Desam bular unimi de. O'zininki ministerlik o'rnidan boshqa hammani berdi ekan, ammo bular unimabdi. Buna demakchi o'g'ini mushka qarindoshlardi. Buning ichida mening eng ochiqimni keltirgani, biz azaldan qora kont, qora hisoblar bilan boshqalarni tillamaymiz. Shvetsiyadagi og'zi buzuq odam tillab o'ynasa, u o'zining ishi, uning biz bilan aloqasi yo'q. Kimni da'vatganligini hammalar bilsa, To'g'liq Hamid apandim qart da'vatdi bu gaplarni. Ayni vaqtda o'zirlan bir saptiki vaqtda tillab bersa, boshqalarni deb ashu sistib bersa, voy ukam, obdan qildingiz, erkak, millatga siz bo'lmasangiz bo'lmaydi da'vatgan mushu uchun insonlar amdi o'g'an chaqda, chekchigirini ayirgan chaqda yoki savol qo'ygan vaqtda o'zirga. Buning bilan bizning aloqamiz yo'q. Biz azaldan qara hisob, qara kontlarni ichib, to'rda, internet to'rda boshqalarni tillab o'ynamaymiz deb yolg'on gap qildi qarindoshlar bilan. Ularning qara konti bormi, yo'qmi? Muhacirat Uyg'ur xalqining qalbiga ayon. Po'latdek ayon qarindoshlar. Xo'sh.
Endi Salihning qazzobchiligi deb temini qo'ygan ekanman, albatta uning qazzobchiligini isbotlashim kerak. Birisi, mushu naq maydon programmasida biz azaldan yolg'on hisobotlarni ichib, boshqalarni haqorat qilmaymiz, sillamaymiz. Bu birinchi yolg'onchiligi. Oldingi kuni bir simamir yozmani avatib qo'yibdi. Bu buningda xili burun 2018-yillarda yozilgan bir yozma ekan. Yozmani boshdan oyoq o'qib chiqdim. Qarsam shu qurultayning qo'llovchilari, Jon Uyg'ur deb bir nomsiz hisobotlar bor shu vaqtlarda, Qarakantlar. Nabijon Alaning 2-hisoboti, 3-hisoboti deb yurgan shu zamonlarda. Yana bir suvatda qo'yliq. Abduqahhor, Nabimo shunday bir hisobotlar bor bularning qurultayning doim o'zlarini maqtaydigan. Shu hisobotlarning ichida birisi yozgan bir hisobot, bir yozma ekanda bu. Bu yozmada nima debdi desanglar? Salih Xudoyor ayni vaqtda shu Misrda Uyg'urlarni Xitoy kommunistning Gobonning saqchilari Misr saqchilari bilan hamkorlashib tutib ketgan vaqtda Misrdagi Uyg'urlar Turkiyaga, Yevropadagi Gollandiya qatorliq davlatlarga hadab qechiyotgan vaqtda Salih Xudoyor Qashmanglar, Yaponiyadan bir aeroplan keladi. Shu aeroplan chiqib Yaponiyaga ketinglar deb WhatsAppda shunda so'zlab ketgan do'stlar. Ashi yozmada aytilishicha, juma. Ammo men buni burun anglagan. Men Amerikadagi Uyg'urlarda anglagan, ashundaq degan u. Yolg'on emas, bunisi rost. Qani u Yaponiyadagi yo'g'on aeroplan Misrdagi Uyg'ur qarindoshlarni elib ketadigan. Ayni vaqtda Misrdagi Uyg'ur qarindoshlar jonni qutuldirish uchun 1 minut o'smi shu yerdan qochib ketish, ha? Yevropaga va yoki Turkiyaga qochib jonni saqlaydigan mushunda muhim vaqtda bu yoq qo'pib Qashmanglar Yaponiyada aeroplan kelib, sizlarni Yapon aytdi, Yapon ketinglar degan. Mushin yolg'on diyalamda bu odam. Mushu bala. Mashikka qazzobchiligining. Uchinchisi, Tumars Almas xonimninki Sharq Turkiston yoshlar qurultayining kotibi. Xitoy konsul kirgan bir videosi oshkorlandi-ku. Shuning bilan konsul qizi va konsul kirdi, ishinish ko'nmaydi deb degan bilan taqtib sarang qilib ketdi. Shu vaqtlarda shu WhatsApp to'pida, Uyg'ur biz to'pida. Men Uyg'ur biz to'pining adminsi. Mushu Ohio'da turishliq, Amerika Ohio'da turishliq Yarmamat Barat Qo'ngchi. Ashu Tumars Almas xonimni qarlaydigan bir o'chim bir yurish yozmalarini to'xtamay to'pqa tashladi bu. Bu degan ishonchsiz pasport deganni uydilam uni iptal qildirib bo'laverdi. Xitoy konsul kirib uni bekor qilishdan, uni iptal qilishdan hech bir hojati yo'q. Bu qiz degan yolg'onchi, kazzob. Hech qanday Amerikadagi bir shirkat Xitoy pasportini iptal qil deb unda demaydi deb hattoki shu Xitoy Tumars Almas Amerikadagi qaysi Xitoy konsuliga kirdi. Amaliyot Xitoy konsul kirmabdi. Xitoy konsulining qo'lasidagi bir ish bajarish organiga kiribdi-ku. Shu yerlarning adreslaridan tortib yo'lladi bu. Hisobda naati so'z edi-da, yo'q chiqadi. Keynidan bu hamkorlik munbari vaqtida butunlay uzilmagan. Hamkorlik munbari yani davomli ichildigan bo'lib, shu 10-oydimi, 11-oydimi bularning meni esimdan chiqib ketdi. Shunda bo'lgan vaqtda bular bir iliqi nim qildi-ku? Yo'q. O 10-11-oydagi hamkorlik munbari emas, 5-oydimi, arliqda yana birisi ichilgan. Ha, shu vaqtida. Bular biz birlik keldik, biz ko'z qarash, ideya jihat birlik keldik, hamda Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun bir ish qilamiz degan vaqtda qarindoshlar. Bu Yarmamat Barat Qo'ngchi to'yoqsizdan qo'ngni makkasini yuziga chaplab, WhatsApp to'plarda maqtab puylash tushdi. Maqtab ket qarindoshlar. Shuni bilan men savol qo'ydim. Ey, sen texi haftaning oldida bu Tumarsni qarlayotgan konsul qizi Xitoyninki konsuliga kirdi, yey, bular ishinish ko'nmaydi, yey deb so'zlayotgan. Endi tuyuqsizlam endi buni maqtash qushib ketding-ku desam, meni nima dedi shu chaqda? Endi ikki odam yarishib qolsin, maqtamay tanlasam bo'lamdi. Ha? Yaxshi bo'lganki, albatta maqtash kerak deb shunday javob qaytardi. Xo'sh. Ma gapni qilishimning sababi bor. Ma hozir tashlagan savolimning keynida javob chiqdi. Shunga meni anglab turinglar. Shunda dedi bu o'g'ri. Xo'sh, anglab o'tadim. Tumars Almas bo'pti, Xitoy konsuliga kirishidagi sababni o'zi aytibdi. O'zi ishlayotgan hukumatning gabirmintisi o'zining pasportini ashadagi munosabat narsani o'chirishni talab qilibdi, shuni kiribdi, xo'sh. Amsa 2015-yili sen dadang bilan Xitoy konsuliga kiribsa, 2000 shu Sayfullo Hojim bilan sen Xitoy konsuliga vezilib vatanga bormaysiz deb kiribdi ekansan. Amsa uning nima deysa?
Bu savolni tashlasanlar bular nima dedi? O vaqtida soliq davoni ichida yo'q dedi. Kim o'zlari kelgan chaqda bu savollarning javobi nihoyat ro'shan ekan qarindoshlar. O vaqtida soliq davoni ichida yo'q deb tashladi qarindoshlar. Xo'sh. Yana savol tug'iladi bu yerda. Qanday savol? Bular yillardan beri yilamgacha Xitoyga boranmagan, 20-30 yilning ya Xitoyga boranmagan, Xitoy konsulxonasiga kirmagan, vatan uchun inqilob qilyapmiz, Uyg'urimning mustaqilligi uchun, Uyg'urimning o'rligi uchun deb da'vo qilayotganlarni atalmish 2015-yili va yoki 2016-15-14 mushu yil oralig'ida Xitoy konsulxonasiga kirib, vezilib vatanga boramiz degan mushu insonlar tillab o'ynayotdi-da. Haqtiga bir qitim bag'ini yo'q. Haqiqiy vatandagi urug' tuqqanlarla ko'rishkin yo'q berib. Xitoy konsulining avo Sharq Turkiston Xitoyning ayrilmas bir qismi deb atib olgan konsulga dastigini yo'q. Ammo ma'lum insonlar dasab bo'lgan. Mana anglatimiz qarindoshlar, bular dadisi mujohidkan, mujohidning nima ekanligini Uyg'ur qarindoshlar obdan biladi hamda. Tog'larda yurgan mujohid ham o'sha uchun insonlar ayni vaqtida kichik bolasini olib chiqib ketgan-ku, soliqni 7 yosh vaqtida, kichik vaqtida. Shu gaplarni qildi hamda. Qanda bag'antdan sen tog'da yurib, mujohid chiqib yurib, Xitoy qanda berib, yana Xitoyda qanda odamlar chiqding desa, haqni bu Xitoyning ayg'oqchisi, Xitoyning odami. Bular shu Xitoy ishlaydigan odamlar. Deb shunda o'sak so'zlarni taqib yuribdimiz. Xo'sh, endi buning kazobchiligini yana men deb beray. Bayam ikki turli kazobchiligini deb berdim. Birisi bizning qora akkantimiz yo'q, qora hisobotimiz yo'q, hukumatning odamlari chiqib turdi, odam tilmaydi dedi. Ikkinchisi Yaponiyadan yo'g'a aeroplan kelib, Misr Uyg'urlarni olib ketdi, sizlar Yaponiyaga qaytinglar dedi. Beringlar dedi. Ma ikki ha. Uchinchisini deb beray. Uchinchisi esinglar davom ekan. Avo Solih Xudoyor dastlab chiqqan vaqtda, men Xudoyormi demayman buni, Solih. Dastlab chiqqan vaqtda bu Elaka kampi vaqasi yangi boshlanib 2017-yilda bu Aqsaray va Kongressning oldida 40 kun uda namoyish qilmay deb chiqqan. U vaqtida qil o'g'anbaldek chiqdi. Shaxsan men o'zimmi bag'am. Men berib destaklagan. Men bag'am vaqtimda nurg'un shu yerda tunji Uyg'ur da'vosi qilgan nurg'un odamlarni ko'rganman shu yerda. Shu maydonda dadisini ko'rgan buningki. Men bag'am. Bu chiqdi ha. Chiqib u yerda qildi desa kim bilan chiqdi? Rabiya appay. Mani bilinglar. Rabiya ana. Mendan cho'ng appaysam qamlashmaydi. Rabiya ana. Bilal Ibrohim Turkistoniya. Dadisi avu Sayfullah. O'zi asos qadamlar mau chiqqan. Chiqib shu vaqtning o'zida Bilal Ibrohim Turkistonninki bu Rabiya Qadirga, Rabiya appayga aniga nihoyatda cho'ng nimasi bor ekanda hamdeliqi. Noroziligi bor ekan. Bir qitimliq naq maydonda nayt ig'ir gaplarni qilyapti. Men ko'rayotgan shu naq maydon. Tuyuqsizdan buning ishigini birsi daraxshib ketdi. Dong urib. Men shuni Solihmiki deb o'yladim, yo Solih yoki boshqa birisi deb o'yladim. Shu vaqtida naq maydonni bu uzib etdi. Demakchi o'g'ini esa Rabiya aniga til tekkizma, haqorat qilma demakchi o'xshaydi. Beshida Rabiya anini kim ko'tadi? Mushlar o'zir ko'tagan qarindoshlar. Rabiya animi bulardan foydalandi. Bularmi Rabiya anininki ayni vaqtga Uyg'urlar orasidagi nom shuhratidan foydalandi. O'zini dunyoga mashhurlashtirish uchun. Bilal Ibrohim Turkiston chiqib Rabiya anini darg'asima, Sharq Turkiston mustaqil o'qqa darg'asima degan gaplarni qilgan vaqtida tuyuqsizlar bu Solih bilan bular o'tirsida nima ish bo'ldi belgili bo'lmaydi. Bilal o'z oldiga, Solih o'z oldiga bo'lib ketdi. Shunda bo'lsa boshdan oxirigacha bu yerda Rabiya ani bor. Xo'sh. Ananiki Solihniki keyin tutib iniganisi Mavu Zulfiya Ahad. Yalg'on ismi Zumrat Tursun. Shvis nimidiki? Norvegiyadiki. Bu kazzab ayol dastlab chiqqanda bu maxili bir sab yurak bilan chiqqanda balki Erdo'g'onga tizlanib yig'lab ana ko'rdinglar videosini. Shunda chiqqan. Mashhur bo'lgandan keyin Amerikaga keldi qizini elib. Qizini elib Mishat ochiqlarning qizg'in kutilishiga erishibdi anglashlar qaraganda. Ochiqlar amroq emasmi? Uylarga chaqirib, qo'ndirib kutyapti. Shuning bilan bular namoyish maydonida bir jidal chiqadi. Esinglar davomki, jidal bo'ldi shu yerda. Tuyuqsiz Solihni saqchilar tutib ketdi. Shu chaqda bu Zumrat Zulfiya Ahad yolg'onchilik qilib, nima dedi?
voy Xitoyning jasosi, Xitoyning ishpiyoni saqchiga chiqib tutqizib etdi. Bika-bikadan tutdi. Buni aqsida Xitoy va Xitoy tutqizdi deb degan bütün yolg'on yovdaq gapning hammasini taqatdi. O vaqtida mantiqi Uyg'ur davosiga ben kirib ketmaydim, qarindoshlar, buning uchun kirmaydim. Lekin men ash naq maydonini anglagan. Shu chaqda men kulib qo'ygan, ammo kazzoblarni degan. Amaliyat keyin bilsam, Saliq o'zi men FBI'da ishlayman debdim, yoki men saqchi debdim. Shunday yolg'on gapni qilganligi uchun qo'lga olinibdi. Amerikaning saqchilari sababsiz odam tutmaydi. Buni Ashiyada bor, shu naq maydonda bor, jamoatning hammasi biladi. O'zi yolg'on so'zlab, o'zi hukumat xodimi emas turuqliq, men hukumat xodimi deb qo'lga olinib tutilibdi. Shu chaqda Zulfiya Ahad qanday ko'tardi buni? Qanday aqlidi? Voy buning keynida Xitoy va Xitoy tutqizdi, Xitoy qilg'izdi deb. Amaliyat unday ish yo'q. O'zidan ketgan. O'zi hukumat xodimi emas turib, men hukumat xodimi deb tutilgan. Buni Amerika Uyg'ur jamoati ko'pincha biladi. Ya bo'lmasa o'zi saqchixonga kirib, ya bo'lmasa kodga kirib, shu vaqtda tutilgan ayblashnomasini chiqarib to'rga chiqarib qo'ysildi. Xitoyninki ayg'oqchilari chiqib tutqizibdimi yoki nima sababdan tutilibdi? Sen tutilgan shu narsa dokumentning o'zi yozig'liq sababi. Nima sababdan qo'lga olindan shu vaqtda? Mana kazzobchilik ham shu. Bunda kazzobchiliklar bek ko'p qarindoshlar. Men hozir faqat bir narsani deyapman. Anandan keyin o'tganlarda voy Uyg'ur qonunini men ma'qulladim, men chiqardim. Men bo'lsam Uyg'ur qonuni o'tmaydi deb bir naq maydonlarni qilib ketmadimi bu? Mushumi yolg'onchilik. Uyg'ur qonunini u ma'qullamadi. Uyg'ur qonunini ma'qullanishiga kuch chiqadi desak bo'ladi, ammo u ma'qullamadi. Marko Rubio apandim Amerika Uyg'ur kishilik huquq qonunini asosiy o'tishiga ham tuzilishiga yordam qilgan shu. Anadagi Amerikadagi har qaysi tashkilotlar, masalan Amerika Uyg'ur birlashmasi, Amerika Uyg'ur jamoatining shirki nurg'un odamlar o'zlari turishliq shtatniki shtat boshliqlariga, kongressmenlarga telefonlarni qilib, shular xatlarni yozib, anandan keyin ma'qullangan ko'pninki tirishchanligi natijasida ma'qullangan qonun bu. Bu men ma'qulladim deb chaponni saplam chiqdi bu. Buningki 4-kazzobchiligi. Shu vaqtlarda 100 ming kishi imzo deb bo'lgan to'plab muhojir nurg'un Uyg'urlar buning ishini, hatto bizmi bor, hammamiz buni cho'ng ko'rib, ishinib shu 100 ming kishi imzolarni imzo qo'yib to'plagan. Natija chiqdimi 100 ming kishi imzoni? Qaysinglar buning hozir savol qo'ysizlar. Ash chaqlar biz 100 ming kishi imzo to'plagan. Ash 100 ming kishi imzoning natijasi qani deb bir savol qo'yib baqanlar bormi? Qani shu natijasi? Nim bo'ldi oxiri shu 100 ming kishi imzoning oxiri qayerdan chiqdi? Yo'q. Petition deb yaqin yanlış chiqdi. Sharq Turkiston qonuni qilib biringlar, Uyg'urning qonunini deb. Uyg'urning qonuni bo'lsin, har yomon uni. O'zimizning qonuni. Hozir Xitoylar o'zlarining qilolmay aran turdi. Masalan, Xitoylar har qitimiz Xitoyning demokratlari bo'lsin va yoki radio stansiyalar bo'lsin, hammasi Xinjiang qonuni deydi. Herkes Uyg'ur qonuni demaydi bular. Chunki Xinjiang qonuni desa, ash zaminda yashayotgan boshqa asonliq millatlardan tortib hammasi kirib ketadi. Xitoy ham kirib ketadi uning ichiga. Bular obdan biladi. Shun bular so'z o'yini o'ynatadi. Ammo biz uni to'g'ri aytishimiz kerak. Xinjiang falan emas. Men Xitoyni bir ko'rsam bir deyman. Bu Xinjiang falan emas. Bu degan Amerika Uyg'ur kishilik huquq qonuni, Amerika Uyg'ur siyosiy qonuni, Amerika Uyg'ur majburiy emgak qonuni. Men hammasi oldi Uyg'urni qataman. Ammo bular Uyg'urni qatmaydi. Rijadan qo'ng qopdi, shuning bilan yana yilda bir tashlaydigan temisi bor. Voy buni Sharq Turkiston qonuni qilib berish kerak. Qonunni o'zgartmasin. Shu chaqlarda haqiqiy yordam qilsa Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi imzolarning to'plashiga, ular tashkilotlarning imzolarini to'plab kongressga kirdik. Dadisi yana bir akimiz kirib akirdi. Qani natijasi? Natijasi chiqdimi qarindoshlar? Natijasi yo'q, chiqmaydi. Bularcha chiqmaydigan ishlarga kirib Uyg'urning hissiyotini g'idiqlab o'ynaydi qarindoshlar. Natijasi yo'q ishlarning chiqmaydi. Herkes uni Sharq Turkiston qonuniga o'zgartmaydi. Uyg'ur qonuni degan eng yaxshi. Men shuni chiqdim dedim, Uyg'urlik qaytayli, Uyg'ur deyli. Uyg'ur degan vaqtda yo'ling uchiqiladi, ishlarning oldiga mangdi dedim. Desam meni degan bular namus akkantlarda bularning qara hisobotlari va tillab o'ynadi. Xo'sh. Alaniki anglasam mush yaqinda ma'vo Jurat Obol bilan Solih Xudoyor yana bir naq maydon suhbat programmasi qildi. Men buni ko'rmayman, birsi deydi, seni tillabdi deb. Qanday tillabdi meni desam, seni ismingni atmabdi, hamda sen to'g'liq hammanglarni Xitoyninki ayg'oqchilari, Xitoyninki odamlari debdi.
Bularninki yillardan beri oynayotgan usulü mushu qarindoshlar. Bu qazzab qo'ylarninki. O'zining qishidagi shu naq maydon programma ishlaydigan jur'at o bo'lganini ko'rdinglar. Qurultaychining qishidimi turibdiki, Soliqmi burun Dolqoysaning yinida turibdiki, Rabiya Qodirning yinidimi tug'an, ana 40 kun, 40 necha kundan namoyish jarayonida. Rabiya Qodir, Rabiya animizni qo'g'digan, Rabiya Qodirni qo'g'digan. Hammani o'zlari beshirgan. Hozir pak chiqib ketdi. Xuddi o Norvegiyadagi Saranjadi Zulfiya Ahad qo'xshash. Rabiya Qodirni yig'lab ketgan vaqtida. Anam deb. Angladinglarmi? Hammasini sizlarga ko'rsatib qo'ydim. Endi o'ganda bular o'tirsida nima ish yuz bergan bilgilolmaydi. Tuyuqsizdan aqtaqli, qartaqli xo'p ketib, bir Rabiya Qodirni tishlashga boshladi. Ayni vaqtda Rabiya Qodirning ovozini ungilib qo'yayotgan odam shu Soliqning dadasi Sayfullah. Rabiya Qodirning deyishicha, Rabiya ananing deyishicha, ovozini unga olgan vaqtda o ayol bilmaydi ekan qo'yishlar. Xalqning ovozini o'g'irliqsiz ungilib, ruhsiz to'g'ri qo'yayotgan. Demak, bularning munosabati shu qadar yaqin. Bir odam aldirab tashkilotning ichidagi xoin jasuslar deb ishonmaydigan odamga so'zlab bermaydi uni. Shindigan odamlarga so'zlab turdi. Demak, sana so'zlab berdi degan gap, sen bilan bo'lgan munosabati yaxshi ekan dedim. Sen uni elib keyin to'g'ri qo'yibding. Ba'zida shu Rabiya Qodirninki qilgan naq maydonlarni bular she'r qilib qo'ydi-ku, to'g'ri chiqarib qo'ydi. Bular İlyar Şemşidinni aroq kashdi dedi, Tug'luq Abdurazaqni bijdimi dedi, atrofidagi hammasini tillab chiqdi. G'ulam cho'ng dadasi bilan. Hech kimni patqizmaydi o'qari, eji qiz. Satga qilsam bo'ladi qarindoshlar, ammo shu meni ochig'im bor bu yerda. Mushu Norvegiyadagi Zulfiya Ahad mushu jadi ayni vaqtda men mushuni sepetki vaqtimda meni ele Qahar Baratning uyini adresini avatib berang ukam. Ele Adil Chinarning pasport rasmini avatib berang, pasportni avatib berang. Ele uni Rabiya Qodirning ovozini avatib berang. Men avatib bermsam telefon puli sep berang, telefon ilang, ovozini unga oldigan telefonlarni ilang deb meni ashla kushkurtgan qarindoshlar. Men o Rabiya apayninki ovozini ungilib bu xotinni yo'llab baqqanim yo'q. Men nimani qilib, nimani qilmasligini bilaman. Men shu chaqdalar bularning sepidan chiqib ketish. Ben bu çekçiliğini ayırıp boğan, toğul olmaydı ki yani. Çünkü bu işlerin hamisi ben qilishni ancha yoqtirib ketmaydigan ishlar qarindoshlar. Xalqning uyini adresini deb turdigan, xalqningki shaxsiy uchurlarini buni yo'llab turdigan bu kim o bu? Bu ya istixborot xodim bo'lmasa, bu xalqning ishonchiga erishib, meni dastlabda meni qishim qanday kelgan bu? Asaylam case numberingizda avatib berang. Biz siyosiy panalik qanchaqda har birimizning bir case numberi bor, shuni yo'llab berang. Amerikada meni advokatlarim bor. Shular orqali sizniki siyosiy panalik ishingizni hal qilib berman. Hal bo'lib ketdi. Anda hal qilib yutma, bunda hal qilib yutma degan. Lekin mening kallam ishlab ketib, yo'llab bermagan. Chunki o pek muhim narsa shu. Bizning advokatimiz degan shu vaqtlarda. Hech kim yo'llasam bo'lmaydi buni. Cho'qim buni sır tutsa hech kim yo'llamadi. Men yo'llab bermagan. Yag'araslarni va'da men bilmaydigan, men uyga berib tekshirib qarab baqay, uni buni deblam yo'qitib o'tgan qarindoshlar. Men agar yo'llab bergan bo'lsa, men ishaq qilib oldim bu. Qo'rqitib o'ynab. Agar men yo'llab bersam, bu meni qo'rqitmaydi-ku. Muhojirat birdan bir buni bilan deyishalgan mendan ikkinchi birisi yo'q. Hozir bor endi. Uni oldi yo'qdi. Shunda haqning ishonchiga erishib oldi, yiqilishdi, g'amxo'rlik qilgan bo'ldi, kuyingan bo'ldi. İştiranlarını bilib oladi. Bilib olgandan keyin ana o'zininki ashunda qonunsiz, o'zininki shu rayga biqib ish qilishga soladi. Buningki sepidan chiqib qolgan odamlar ko'p. Masalan, Jur'at esinglarda bormi ekan? Qo'ymichi. Fransiyalik Jur'at Jumaxon deb birisi bor. Buning bilan burun bek ko'p naq maydon suhbat programmasi qiladi. Peshiq odam doppini kevlab chiqib. Aşağıdaşma ayni vaqtda Xitoyninki bir oynaydigan shaxlat satadigan bir o'yinini muhojirat Uyg'urlar tashviq qilib yurib, nurg'un Uyg'urlarning pulini ko'ydirib etdi. Hozir topqila olmaydi uni. Chiq Uyg'urlar nurg'un dollar ziyon tortdi. Bu atalmış Zumrat Zulfiya Ahad qo'ymichilarning temisini kirdigan, xalqning pulini qo'yib olgan odamlarning temisini kirdigan bu jodigar ajab Jur'atning temisini kirmabdi. Ha? Ajab Jur'at ilib olgan shu pullarni muhojirat Uyg'urlar qaytarib bermabdi. Qo'rqaydi. İliqliq.
İkisi iliqliq qarindoshlar. Galdan iliqliq. Men bir şey şunu dep qo'yay. Jura tushib qoldi. Zöhra Isa adimiz tushib qoldi. Eng qiyin vaqtlarda intuqa adimiz bu. Erki Rozi tushib qoldi. Yaponiyadagi G'inikam tushib qoldi. Anadagi men tushib qoldim. Ya'ni o'tirliq tushib qolganlar ko'p, ammo tonilganlarni davotman. Tonilganlarni davotman. To'g'liq Hamid tushib qoldi. Ershad inimiz tushib qoldi. Buni atrofida odam qolmadi. Buni atrofida shu o'zining yolg'on hisobati, shu uydiklari bor. Ichib o'ynaydigan, odam tillab o'ynaydigan, haqoratlab o'ynaydigan. Bu ayni vaqtda men degan buningga, "Adam, bu boshqalarni to'rda internetda haqoratlab tillab o'ynayvermay, sizmi bir tashkilot quring. Biz agishayli." Desam, menga nima degan? "Voy, tövbedang fikr. Bizga xalq harakati, biz xalqqa vakillik qilamiz." deb. Shunda degan qarindoshlar, xalqqa vakillik qildik-a. Rinda deyib yo'q-a u. Kim saylab qo'yganini bilgil olmaydi. Ay. Amaliyotda o shu surgunda hukumatninki odami. Onun atrofidagi shu yolg'on savatda qo'llovchilar qarab beqinglar. G'ulamni bir nima sanglatillaydi, soliqni bir nima sanglatillaydi, hukumat qarshi savol qo'ysanglar tillaydi, og'iz degan ajoyib buzdi. Ma Amerikadagi Bekram Sintashniki hadisning rasmini chaplab chiqarib tilladi. Rayan Asad degan doktorning rasmini chaplab chiqarib tilladi. O tillanlarning ko'pligini men sanab olmayman. Mushning hammasini shu surgunda hukumatga savol qo'yib qo'ysanglar, shu o'nkirlardan chiqib tillaydi. Soliq beshi dedi-ku, bizning unda yolg'on hisobotimiz yo'q, biz to'g'ri chiqib odam tillamaymiz deb. Amsi malakimo. Xo'sh. Amne Mao Shiyusiya To'g'liq Hamidning ishi kelaylik qarindoshlar. Buning bilan meniki o'tirimda problem bo'ldi. So'qish bo'ldi, biz tillashdik, so'qishdik. Jahanlik eng sat gaplarni deyishdik. Men uni inkor qilmayman. Ammo men o'g'an bola, u meni tilladi, men uni tilladim, xalos bo'lib ketdi, tugidi. Men ular davomli tillashni to'xtatdim. Ayni vaqtda bu jidal so'zlasam gapcha ham u gaplarim degim yo'q, tugidi bu ishlar. Mening kirgim yo'q, tillishi vagim yo'q. Tilgan bo'lsa, meni tilladi, ya aqasini tillamadi, shunga aqasining bo'shqa bek ko'ngil bo'lib ketishinglar hojat yo'q. Xo'sh, beshirki gam deb biray. Bu surgunda hukumatning odamlari ayni vaqtda tumas almasini tillab, hamkorlik o'rnatgan chog'da maqtidi-ku. Sen shunda qilsang bo'ladi ekan-yu, men To'g'liq Hamid bilan o'tirimizga problemni tugutib, to'g'ri yo'lga, durust yo'lga u balni boshlab, boshqalarni tillama bo'ldi, haqoratlama ukam. To'g'ri yo'lda ma deganimdan nar xata. Tapaqay men bir anglab baqay nar xata. Voy bular burun o'zaro tillashib, amdi o'g'an yaqin bo'lyapti deb. Voy sizning odamlaringiz shunday qildi-ku, internetda, to'rda. Sizning odamlaring qilsa bo'ladi, biz qilsak bo'lmamda. Musulmondoshlikdimi so'qishib qolgan, urushib qolgan shikodan bir yakab yarishib qolsa, u yaxshi ish u, katta ish u. Siningchi bo'lsa, ishtildan eshak yilg'icha tillashib o'ynasak, shundami? Men azaldan o To'g'liq Hamidda tillash niyatim yo'q. Meningki uning bilan hech qanday problemim yo'q. Ayni vaqtda men uning degansa Madinay Bovdan ayollarni tillama, gapim bo'lsa shu boshqalarga da, ashno yo'ldishiga da, kim bo'lsa shuni da ularni tillama dedim. Bu gapimning narxati ekan. Ha? Mushu ishni yo'g'antib jidal silvatga shu Zumrat, shu Zulfiya ayt degan jadi. Pek eski bu. Buning eskiligiga gap to'g'ri kelmaydi. Ayni vaqtda shu buning o'ynaydigan neyronlarni men deb biray qarindoshlar. O'zi yolg'on hisobotni bizni ichib, haqni tillab qo'yib, ananki mushu Mirzat tildi. Mushu yolg'on hisob shu Mirzatning hisoboti deb apoqniya garshni mening beshimga egiz qo'yib, haqni tilib o'ynaydi. Bu bundan doim qo'llanilgan usullardan biri qarindoshlar. Bu usulni men Ershad inimizga salmoqchi bo'lgan. Ershadni dastlabda bu men bilan jidalga salmoqchi bo'lgan. Ammo Ershadning qalin ishlab ketib, men bilan telefon paranglashib, unda ishning yo'qligini bilgandan keyin bu ish pasib qolgan qarindoshlar. Shu chog'dami Ershad telefon nima debdiki? Mirzatga onasini do'ng'aytgan, onasini o'ynagan, shu nomsi hisobot qanday tilgan bo'lsa, meni shunday deb qarindoshlar. Ershad tapaydi shuni. Men hayron qoldim. Bir cho'pchon ayol kishining og'zidan shunday gap chiqamdi akadi. O maxluqning og'zidan har gaplar chiqdi. Madinayning yalang'och videosi menda bor. Roshanning yalang'och videosi menda bor. Hatto Robiya Qodirning yalang'och videosi menda bor degan nomussiz eshak tursa bu.
Her qandaq adamning ovozini unga olmay, hammasining yalang'och videosi menda bor. O Kanadadagi Guli degan qizning yalang'och videosi menda bor. Bak amroq ashta narsani saqlab o'ynashqa. Buning maxsus ambarlari borki, buningki nurg'un videolar bor mendalik o'zining og'zidan ketib qolgan. Bu shunday xalqningki ovozlarini, videolarini qayerda saqlaydi-ki, uydimi saqlamaydi-ki, o'zining deyishicha o videoni men atugun yo'llab qo'yma. Bankininki pul saqlaydigan bunday bir qopliq bir tatmaliq bir yerlar bor-ku, o'sha yerda saqlaydi-ki bu. Xalqlar bankining ichiga soatlarni, zibuzinnatlarni, paychak pullarni saqlasa, bu xalqning poqsidiklarini saqlaydi-ki o'sha ichida. Qiziqmikan qarindoshlar? Mana shunday qiziq. Men yaqinda bir videoni ko'rdim. Atalmish Jurat Obulning xonimininki Aqsaroyning oldida Sharturishlar yoshlar qurultiyininki kotibi Tumars Almas xonim bilan so'qishgan. Uni amanglar ko'rdinglar aqchan, chiqir qo'yibdi o'torga. Uyg'urlarning yuzini sestib, Aqsaroyning oldida qarindoshlar. Joe Biden akimizning prezidentning uyining ishiga oldida hamma yer kameralar va butun dunyoning sayohatchilari to'plashgan yer bu. Ashiyada so'qishib yuribdi uni. Jalobdi. Og'iz degan xolamni. Ikki taqtayni qo'ysa, o'birni yo'lga og'izlar bu. Dilmurod Ablat degan yolg'on hisobda barmoq berib sharh yuriydi, ashning tashkilotining ichidagi odamlar. Yarmamat Barat Qo'ngchining ovozlarini, WhatsApp to'plardagi ovozlarini ashular kesib chaplab, yasab, aning internetda taqtidi. Yarmamat apandim nima dedi deb qo'yib. Amlat o'bir o'qimagan zaga, qo'lidan poq kelmaydigan. O'qimagan nima? Zaga, saviyasi bilan boshlang'ishdan bitamabdi-ki. Bularning tashkilotining ichidagi hammasi shu. Sog'liq degani shu. Bir universitet diplomi yo'q. Dilyar Musabay bilan o'zini silishtirdi. Dilyar Musabayning ishim diplomi bor. Akaning ishimda diplomi bor. Maktabni bitmagan diplom bor menda. Sen diploming bormi? Chiqir paqay, ko'r paqayli. Sen o'qisang o'ldi qara, men shu gapni qilaman. Men dedim to'pladi. Sen o'qi qara. Vaqtini isrof qilma, yosh bir bola ekansa, ilm egallar, vaqtini bekor o'tkazma. Tuki yo'q ishlarni qilib. Mana qarindoshlar. Bularning tashkilotining ichidagi ishlar mushunda ko'pincha yolg'onchilik, aldamchilik, kazzobchilik. Ammo bular yaqinda Mavo Gollandiyadagi Ershad degan inimizningki dadisining tugab ketgan rasmini, inkin chatqa rasmini chiqarib, mana abalaninki nayt qattiq achchig'ini keltirdi qarindoshlar. Normal bir odam bo'lsa, inson bo'lsa, tugab ketgan odamninki inkin chatqa odamning rasmini chiqarib, haqini tillab o'ynamaydi. Mana bu surgunda hukumatning qo'llovchilari, pintozlari, ishchilik odamlar qilayotgan ish. Sen qanday bilasan? Surgunda hukumatning odamlar ekanligini, pintozlar ekanligini deysanglar, men faktni tashlab turman. Chunki ayni vaqtda G'ulam Osmon, men G'ulam yeji qiz, men u Kanadadagi ashuna bilan paslashgan, yozishgan gaplar bor. Nurgul Saud xonim boshchiligidagi yangi hukumat qurish to'pini qurgan vaqtda, shu yangi hukumat qurish to'pida bir imzo harakati bo'lganmi, nima bo'lgan uni bilmayman. Shu vaqtida G'ulamninki o'zi yezib, shu nomsiz akan Dilmurod Ablat bilan ashlarning tizimligini menga yo'llab ber. Men avatpa degan shu so'zni men ilib olgan. Men ko'rgan shuni. Xo'sh, aloqasi bo'lmasa, nima deb shuni ashq qiladi? Shu tizimlikni yo'llab ber degizdi. Aloqasi bo'lmasa, nima deb buni ustoz deydi? Ajab buni ustoz deyotgan bu G'ulamni shu qarakantlar odam tillayotgan nomsiz soatlar. Ajab Zumratni kunda maqtayotgan Zulfiya Hatna shu soatlar. Zulfiya achamni anda dedim. Zulfiya odamni manda dedim deb. Munosib bo'lmasa. Bularning eg'ir munosibati bor. Bu tarafga bu hamkorlikning buzilib ketishining asosiy sababini deb qo'yay. Boshqa emas, mana men. Bu hamkorlik asos buzilib ketish sababi men shu. Nima uchun men? Chunki tug'luq ayada jidalni nim qildi, tugatdi. Men bilan jidal tugidi, problem tugidi. Men uning ba'zi yozmalar like berib qo'yman, she'rlar qilib qo'yman. Shuning bilan bular Ma'uz Zulfiyatning ko'ziga bu mix bo'lib qadaldi. Tug'luq Sharturishdan yoshlar qurultiyidagi Dilyar Musabaylarni qo'llaydi, mush tashkilotning qilayotganlarini qo'llaydi. Shuning bilan tabiiylar bular ma'laga o'chmalik qo'zg'aldi. Shuning bilan keynidan bular bu yugini bu tashkilotning yugini mush G'ulam degan yiji qiz bilan Ma'vu Zulfiyat degan jodigarda. Shuning bilan bu ishinish ko'nmaydi, ishengil olmaydi odamlar deb
Bu hamkorlik buzilib ketdi. Qarindoshlar. Amaliyotda mashhurlik talashdi, o bu hamiz quruq gap. Bular hissiyat da'vochilari hissiyat uchun ish qiladi. Agar tug'liq davomliq men bilan so'qishib, meni tillab, haqoratlab internetda yurgan bo'lsa, bu hamkorlik hargiz buzilmaydi. Xotiranglarni jam qilinglar, hargiz buzilmaydi. Men bilan yarishib qolganlik uchun, o yoshlar qurultiyini qo'llaganlik uchun, ma keyindagi eshaklar menga o'sh olganlik uchun, bularning hamkorligi buzilib ketdi. Ular ishinish ko'rmaydi deb. Buningki qilgan nurg'un naq maydonlari va bu qerjadgarniki. Tug'liq degani maqtab osmonga chiqiribdi. Ananiki Turkiyadagi bir ism kelib qoldi, xapamanglar degan naq maydon sal uzrab ketadigan turdi. Turkiyada Abduli Yasinda bir balva bu aynoq igi chiqqan. Jami 5 yaqin naq maydon qilibdi bu Abduli Yasin to'g'risida. Hammasini anglab chiqdim qarindoshlar. Başdan oxiri anglab chiqdim. Men buni anglamab ekanman, anglab chiqdim. Bu sarang shunda hayron qoldim. Bu Abduli Yasin degan Turkiyadagi o'ziniki cho'ng kichik tartibni kontrol qila olmaydigan shu darajadagi bir odamga bu o'zi Norvegiyada yog'och gemisning ichida o'ltirib olib, ilaqqa nima deymiz endi? Turkiyadagi bechoralarni mushbaliq igichiq mushbalni qutuldir deb, xalqning uyiga majbur o'rinlashtirib qo'yib, oilasi va xotini va odamlarning uyiga tig'i. Anadaki yuğan savab işini qilib o'zini o'zi maqtab ashta qilibdi bu pasandi. Men bir şey savol qo'yay. Ey sen agar Abduli Yasin haqiqiy kun bo'lsa, nimdab Norvegiyaga aketmaysa, nimdab o'zining uyingni qaramaysa, ey cho'ng kichik tartibni boshqara olmaydigan cho'p-cho'ng odam, o kichik bola bo'lsa, ishdan chiqib qo'ysa, kichik bolaning poqi degan boshqacha bo'ldi. Cho'ng odamning poqi degan dunyodagi eng sisiq poq. Akilar men uyam berib chiqib qo'yay. Sen qanday hissiyat bo'lsa. Uni tozalash, uni adalash, uni o'ngshash o odat kishi emas u. Unda odamlarni hukumat maxsus odamlar bilan o'zini xarajat chiqarib qaraydi unda odamni. Uni bir shaxsga yo'lab qo'ysang, o oilasi va bolalari va odamlarga yo'lab qo'ysang, haq ayni vaqtda shu sining tillab ketishingdan qo'rqib, seningki to'rga chiqib olganchaki vitildaq ovozingdan qo'rqib, ha? Majburiy ashbolni uylariga kirib qarab, shunda japa tatib ketdi. Keyin boshqalar ovoz yetkazibdi, mush xonimdan qo'rqib qarab ketdi. Bo'lmasa bizga shunda tez keldi dedim. O'tdaga yedi chiqib qo'ydiki, ochiq kes uyki narsadan chaqidiki, otidiki, xalqning uyining derizlaridan tap chiqibdi. Kim qarayalaydi uningga? Ha? Eligo bir Abduli Yasinga, ma ota-onamizmi vaqo qara, o'tdaga yedi chiqib qo'yib, siyib qo'yib, tarat qilib qo'yib, menda divan ulab qolsa, bolasimi chidamaydi oningga. Mana men degan vafodor balimi chidamaydi oningga. Masalan, men yerda shuni lam deb qo'yay. Kelinmi chidamaydi? 4 kunda ko'ta qasqinani deydi. Nurg'a uyda bo'layotgan jidallash shu. Shunda bo'lmasin deb, men Amerikadagi davlatlar va Yevropadagi davlatlar maxsus xodim ajratib, unda alayda odamlarga alayda qaraydi. Qazzatga, menga buni cho'ng yaxshilik qilib yutdi. Bir Abduli Yasinda bir balni qutuldirib yutdi. Voy ko'chada qolibki, anda qilib yutdi deb, menda o'ylab ketganman. 4 maydon shu 5 qitim qan naq maydonsi ko'rib, Xudoyim tova deb qoldim. O'zin issiq uyning ichida o'ltirib olib, bütün dünya telefon qilib, ili anınğı qilib, manınğı qilib, xuddi bir sishitay xudek. Dünyanın qo'jisidek. Onun haqqı buyruq so'qib, anımında qilmamsa, manımında qilmamsa, Hidayatullah Oğuzxonning ishigini cheksam, ishigini ochmidi. Hidayatullah Oğuzxonga desam, u nimadi? Ey, haq degan o sanatorxon ochmidi? Haq degan tashkilotning ishini qilmadi otida. Senin gaplarni anglamasam, senin degan yerin kirmasam, haq ashkulamda, ha? Nirvana dadva saran kelsa, anglab hayron qoldim men. Ashnaq maydonlarni bir ko'rib yiqanlar qarindoshlar. Unda odamlarga yordam qilmaydisan bag'u qara, haqni shu doktorxona o'rinlashtirib, hukumatniki maxsus shunda odamlar qaraydigan yerga olib kirib tizimlatib, shu yerga o'rinlashtirib qo'ysa, eng cho'ng savob. Sening qilayotgan ishing o'zaniki nima, o'zaniki xo'shalliging uchun boshqalarni u xapilg'i boshqalarning azobsi qurildi sening xo'shalliging. Ashtaka men shunday tushundim. O'zan xo'sh bo'lsa bo'ldi-ku, ammo xalqning hissiyotini o'ylashmaydi ekansan. Bir bola men qarayman debdi. Qani ash bola bir chiqib baqsin, ismi nima dedi, to'xtanglar. Abdulaziz oilasi, to'g'ri. Anandiki yana bir turk vaka ismi nima dedi, g'alitlan bir ismga, bir nima appandim nima? Ismdan chiqib ketdi, g'alit bir ism. Abdulaziz oilasi qaraydigan bo'pti shu Abduvali Yasin deganga. Xotini vakati u Abdulazizninki. Bu
Abduvali Yasin degan o'ttasi qopsa ishdan chichib qo'ydigan, siyib qo'ydigan, ochiq gap qolib butun narsa itib chaqadigan ashta bir bo'lki. Qani hamda oxirida paqa hozir qarayaptamsa, qaramayaptamsa ashbalaga. Ashbala hozir qanday olib ketdi? Yo'qolib ketdi-ku. İsmini tilga olmaydigan bo'lib qolding-ku. Ayni vaqtda Tug'luq Hamid shu Abduvali Yasinga nurg'un pullarni berib ekan. Shu vaqtida maqtab ketib ekansa, hamda o'g'an chaqda nihoyat ig'ir sarkaplar bilan haqoratlayotsa, mushmasning odimiyligi pul berganda yaxshi, sening gapingni anglaganda yaxshi, sening kayningda turib, yo'q, sen kayningda turib olgan chaqda bu oldiga chiqib, Rabiya appayni tillab bersa, Ro'sha Abbosni tillab bersa, ha? Dunyoda bu yerlarda hamma odamni tillab bersa, bu yaxshi, ha? Tuyuqsiz ahliga kelib, to'xtab turayman, mandashsam bo'lmaydi-ku. Durust yo'l qaytay desa bu eskima. Ben senden bir soru sorup bakay. Sen acaba üzerine ballarını kırgızmayetken sana bu ciddanlan çıga. Ballarını koyunun kozunu asırgandek. Toşkandan böceğini asırgandek asırayetken sana. Ne için balların kırmaydı bu ciddanlan çıga? Ne için ballarının sapını aldığı mangızmaysa? Sen ballarını asırgandek o Minang mı, o Tug'luq Hamidning mı, Bilal İbrahim Türkistan'ның mı, emmesininki atansı var, tamның tüşügüden düşmedi bu la. Sunmaymun emas bu, taşını yarıp çıkkan. Şular ko'rsa, o'zining bolalarninki, xalqninki peshkisiga ilinib, internetlarda boshqalarni haqoratlab, tillab, shunday qilayotganligini ko'rsa, ashlarning yuragi ishmamda. Ashlarning ko'ngli yarim bo'lmamda. Nima deb o'zining balani sog'izmaysa? Mana. Bu iblis qarindoshlar. Mana shunda jadgar bu. Buningki Aşı xalqning tugab ketgan dadisining inkinchatqa rasmini chiqarib Ershad inimizniki. Shu qadar haqoratlayotganini ko'riblar. Meniki nima qildi-ku bu? Bular hayvonligini men shu chaqli bilib qo'ygan. Normalda Uyg'ur haqiqiy o'zini bir musulmon deydigan odam, musulmondoshlik bo'lsa, qalbining ichida bunday ishni qilmaydi, Xudodan qo'rqaydi, qilishdan avval turadi. Men nima ish qilyapman deb. Bu Xudodan qo'rqmaydi bular. Mana bu Xudodan qo'rqmaydigan insonlar hukumatning atrofida Xitoy kommunistning kelmagan zulm, Xitoy kommunistning kelmagan mushundaq nachar iblis ishlar mushlardan kelyapti qarindoshlar. Shu men bular qo'llamayman. Men bu hukumat bilan ishim yo'q, qo'llamayman. Ammo nima uchun bu chipranlarning temisi kirib qoldim? Meni ovozimni tarjim qilib, Uyg'ur biz to'pida degan ovozimni inglizchaga tarjim qilib, Twitterlarda FBI'larga taglik qilib, chiqib, voy meni qilmagan ish qilmaydi bularni meni yo'qotish uchun. Hatta bolalarımni shu North Carolina'niki bola tatqizilish organlari chiqib, o'ylab yiqinglar. Bolalarımni hatta bola tatqizilish organlariga chaqdi bular. Uyamning adreslarini tepib, chiqib chiqishlarni qildi bular. Sizlar bilmaydigan ishlar ko'p. Shu yozmini shu G'ulom Osmon degan yeji qiz, haramdan bo'lgan haram tok, shu she'r qildi. Shu barmoq berdi. Bu jalobning olisi mening 3 bolamni haq akassa, yoki men turmaga kirib ketsam, yoki FBI'ni tutib ketsam, mush vaqamdika, ha? O'sha haram chiqib vaqamdika, qeyriji qiz, ha? Men nima yomonlik qildim bu haramlikqa, bu G'ulom degan yeji qizga, ha? Sen beshida menga chiqilding, men sana deb qo'y. Sen chiqilmasa, men sana chiqildim. Nima ish qilsam, meni ovozlarimni share qilib, nima ish qilsam, barmoqlarni berib shu chaqda. Bergan ekansa, mendan sen xafa Sinan balang yo'g'on ishning zanjirini bo'yniga isib, to'rda mol setib yuribdi-ku, choy sopini sotar ekan, u tozug'ini qaramay. Sinan balang. Ha? Jiboda daygo qilib turibdi-ku, ana mol sotar ekan-ku, dayxo, jibo dayxo qildi ekan-ku. Sinova yurtdagi bolalarning ajab kampga kirmaydi ekan-ku. Mushu hukumatning ichiga da'vo qilayotgan atalmish da'vochilarning eng ustidagilarning qaysi birisiniki yo dadisini, opsini kampga akirketda tutib ketdi degan anglab baqtinglar qarindoshlar. Hargiz chiqilmaydi bularga. G'ulomning bolalari yashab yuribdi qani, chiqilibdimi? Savol qo'yib yiqanlar qani. Bularning guldak yutidi ani. Lapchab, yolg'onchi kazzab. Ayni vaqtida Muxtar mafiya chiqqan O'rta Osiyoda bu temalarni so'zsa gap o'zgarib ketadi. Ismingmi yolg'on seniki taqa? Ismingmi yolg'on sen kazzabning? Ha, shu qarindoshlar bilgan ishagi so'zlar qilib uzun qilyaptim naq maydonni. So'zsam gap tugamaydi. Oshkorlaymasam oshkorlaydigan narsalar. Ammo bilgan bu shunchalik so'zlar. Abikasanlar anglab qo'yinglar. Bu ayni vaqtda shu Muxtar mafiya Kanada Uyg'ur masjid, shu masjidlarni ashqaq iyon to'plagan chog'da bu G'ulom degan qazzab yenadan tuzuk pul chiqarmay Muxtar mafiyaga nisiga yozg'izib qo'yibdi ekan, munch pul berdi dedi. Nisiga yozg'izib qo'yibdi. G'ulom munch pul berdi deb. Amaliyotda tuzuk pul chiqarmabdi ekan.
Nima ish qildi ekan Kanadada? May quduq ko'laydigan yerda ishlaydi ekan. Nayt suga may ko'laydigan yerda. May purush. Enesinilar aralashmaydi dedi. Bularni adimiylik kelmaydi. Ey, Salih, ishak, sen debsa biznanki nimamizda, bizning tashkilotimizda namsiy soatlar yo'q, odam tilmaydi desa, Zumratni apa, ana deganlaringchi. Ha? G'ulam bilan paslashganlarcha Dilmurod Ablat, Olim Nijat, Eastern Turkiy doim sizlarni qo'llab, boshqalarni xoinga chiqarib, Twitterlarga narsani atudi ashlarchi. U nimaga hisob? Tabaqa anlapaqaylar. Sen xalqning ovozlarini dadang ungilib olib qo'yib to'pladi. Ayni vaqtida Ro'sha Abbosni bo'shtirilmabdi ekan. Balkan shu ovozda haqda. Nayt sat gaplar bilan og'iz buzibdi ekan. Ajab shu chaqchigirni ayirmabsan u dadang bilan. Sen og'iz buzganlar bilan chaqchigirni ayirayotgansan, dadang bilan ayirmabsan u. Dadangni ko'rgan men askiriga chiroyi chiqib ketgan nima u? Qop qarang shu. Chiroyini ko'z bir qo'rqaydi odam. Men shaxsan tunji ko'rgandim, Xitoyda bir gapashgan, u shin deydigan. İşçilik istişik tipi dedi. Poptu qarindoshlar, men ishak so'zlay. Ish qilib, o'shar bo'linglar, o'shar turinglar. Men yaqin yana bir qism uchurlarni topshirib oldim. Buncha vatanga berib kelgan bir adimi so'zlab qo'ysin fikam dedi, so'zlab qo'y, oxir qistirib qo'y. Bir vatanga berib kelgan bir adimiz Yevropadagi yana bir adimizga eslib, dadin to'kib, yig'lab ketdi. Urug' tuqqanlarning ko'pincha kampga kirib ketganki, qumulda turadigan o'xshaydi, qumulmi qayerda uqmayman. Naya yezdagi basmi nurg'un Uyg'urlar o'zining tuqqanlarining hammasi asosan kampga kirib chiqqanki. Shu chog'da endi ko'ribdi, nurg'un yaxshi xizmatlarni Xitoylar qildiki, Uyg'urlar ko'ch supurdigan, axlat teriydigan, tozaliqchilik shunday ishlar qildiki, ko'rib ko'ngli yarim bo'pti. Endi bu adimiz debdi, men endi buningki Uyg'ur da'vosidan tillayman, ular qarshi gapirmayman. Bu ishning ishi yo'q. Ashlar bek suyumlik odamlarga, chunki vatandagi Uyg'urlarmi shular bo'g'ashqa, shu chet ellik Uyg'urlar bo'g'ashqa biz hayot qila oldik deb shu gap degan o'xshaydi. Bu adimiz nayt ta'sirlanib ketdi shu gaplardan. Sizlar to'xtab qolmanglar, sizlar bizning umidimiz. Muhojiratga Uyg'urlar mush ishni qilayotgan Uyg'urlar bizning umidimiz. Shular bo'g'ashqa biz mush kunga erishdik. O'zimizning mavjudligimizni saqlab qala oldik debdi qarindoshlar. Mush gapni xapamay bir deb qo'ygan bo'lsin Mirzatovkam deb havol qildim. Men shuni so'zlab qo'ydim. Rahmat qarindoshlar, rahmat. Hammalarning ishlarini o'ngishli yurish bo'lsin. Ma'qul, Allohga omonat.